ketdi, video zapis ketdi. Hop, bugungi ko'rib chiqadigan kod blogimiz, bo'limlarimiz events bo'limi. Events degani bu hodisalar degani. Qanday hodisa? Misol uchun yuqorida ko'rib chiqqan buyruqlarimiz, misol uchun orqadan yuramiz. 10 ga 15 gradus chapga, 15 gradus aylanish, qasdli joyda paydo bo'lib qolish yoki o'zimiz istagan joyda paydo bo'lib qolish va hokazo o'lchamini kattalashtirish, rangini o'zgartirish, keyingi fonga o'tkazish degan buyruqlar qachon amalga oshadi? Qachonki mana bu hodisalar bajarilganda. Misol uchun, qor yog'adi, yomg'ir yog'adi, avtomobil nima uchun yuradi yoki bo'lmasam kamalak chiqishi yoki qanaqangidir jarayonlar nimagadir bog'liq bo'ladi. Misol uchun qor yoki yomg'ir yog'ishi qachon sodir bo'ladi? Qachonki bulutlar to'planib kelganda yoki bo'lmasam yana nima bo'lishi mumkin? Qandaydir jarayonlar nimagadir bog'liq bo'ladi. O'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Endi mana shu bog'liqlik bitta hodisa deyiladi. Misol uchun yuqorida aytgan kod bloklarim qachon ishlasin? Qachon amalga oshsin? Qachonki bayroqcha bosilganda. When clicked degani qachonki bosilganda nima? Mana bu bayroqcha. Xohlang buni bosing buni ustiga, xohlang mana bu yerdagi bayroqchani ustiga bosing. Hop, bu bosilganda nima bo'lsin? Endi mana bu kod bloklaringiz ishlasin. Odatda bu kod bloklarni qaraganimizda buni ustiga edi mana. Har ustiga bosganimda ishlayapti. Endi buni to'g'riga ulab qo'yib, bu yerdan bossam ham bo'ladi. Hop, yana bitta narsani bilib olishimiz kerak. Mana bu yerda bir nechta spraytlar bo'lishi mumkin. Endi mana shu spraytlarga ham mana bayroqchani qo'yib turib, 10 qadam oldinga yursin deydigan bo'lsak, endi qarang. Agar buni ichidagi bayroqni, ya'ni ish stolimni ichidagi bayroqni bosam, faqatgina olma yuradi. Endi mushukka o'tib bosadigan bo'lsam, faqatgina mushuk yuradi. Bu jarayonda mana bu yerdagi bayroqni bosadigan bo'lsam, ikkalasi ham birdaniga yuradi. Agar dasturlashdan xabarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'zgaruvchilarni turlari bor edi. Ya'ni qanday o'zgaruvchi? Global o'zgaruvchi, lokal o'zgaruvchi va functional o'zgaruvchilar bor edi. Ya'ni funksiyani ichida ishlaydigan o'zgaruvchilar, blokni ichida, ya'ni lokal o'zgaruvchilar, if else'larni ichida ishlaydigan o'zgaruvchilar yoki umumiy hammasidan eng tashqarisida berilgan o'zgaruvchilar. Shularga qiyos qilib keltirishimiz mumkin. Mana bu yerdagi bayroqcha, bu yoqda juda ko'p sprayt bo'ladigan bo'lsa va mana shu spraytlarni ichiga bayroqcha bosilganda ishlasin deydigan bo'lsak, mana bu yerdagi bayroqcha hammasi uchun global buyruq hisoblanadi. Xo'sh, davom etamiz. Olmadamiz. Mana bu bayroqcha unchalik qiyin narsa emas. Qachon ishlaydi? Qachonki bayroqcha bosilganda. Endi navbatdagi kod blogimiz bu buyruqlarni kompyuterimizning klaviaturasiga ham bog'lasak bo'ladi. Bu yerdan ikkinchi ko'rinishdagi, ikkinchi navbatdagi kod blokini oladigan bo'lsak, when space pressed, ya'ni qachonki space bosilganda tugmasi, ya'ni probel bosilganda nima bo'ladi? 10 qadam yuradi. Hop, mana. Hop. Buni ushlab turib orqaga qaytarib qo'ysam ham bo'ladi. Buni boshqa klavishlarga ham bog'lab qo'ysam bo'ladi. Hop, tanishib chiqamiz. Up arrow yuqori strelka, down arrow past, right on, o'ng, left chap strelka. Endi pastida bo'lsa, harflarga ham moslab chiqsangiz bo'lar ekan. Va raqamlar ham bor, mana 0 dan 9 gacha. Ana shu klavishlarga istaganingizcha moslab chiqsangiz bo'ladi. Endi yana bitta tomoni bor, o'ylashimiz kerak bo'lgan tomoni. Mana bu yerda any degani bor. Any bu klaviaturamizdagi istalgan bitta klavishni bossangiz ishlab ketadi degani. Misol uchun, mana bu yerda men klaviaturamni ochib olaman. L ni bosadigan bo'lsam ham ishlaydi, G ni bossam ham ishlaydi. Mana bu yerda bu bildini bossam ham ishlaydi, bu ham hammasi ketaveradi. Lekin hammasini bossa ishlaydigan emas. Misol uchun escape ni bossam ishlamaydi, tab ni bossam ishlamaydi,
Caps Lock'ni bossam ishlamaydi. Ctrl'ni bossam ishlamaydi. Bu e, klaviaturani yordamchi tugmalar hisoblanadi. Bu yordamchi tugmalardan tashqari xohlaganimizni bossak ishlaydi. Misol uchun Backspace ham bu yordam hisoblanadi. Ctrl Z qilamiz, qaytalanamiz. Hop, Alt, Post bular ishlamaydi. Lekin bu mana bu o'ng chap tepa past strelkalarda ishlaydi. Any degani shu. Hop, bu yordamchi tugmalardan tashqari xohlagan tugmamizni bossak ishlaydi degani. Hop, buni ichini tushuntirib bo'ldi. Aha, keyingisi when this sprite clicked. Yozuvlar kattaligi yaxshimi? Ko'rinyaptimi? Hop, 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 hop. Manimcha yaxshi bo'lsa kerak. Qarang. When the sprite click degani qachonki mana shu olmani, ya'ni qaysi sprite'ni ichida turgan bo'lsam, ana shu sprite'ni ustiga bosganimda ishlaydi. Ishlamayapti-ku. Ishlamasligini sababi hali men buni ulab ko'rmadim. Ana endi buni ustiga bosadigan bo'lsam ham ishlaydi. Endi buni ustiga bossam ham ishlaydi, lekin asosiysi bu sahnada bo'layotgan ishlar. Mana shu sahnani ichidagi olmani ustiga bossam ishlaydi. Bu jarayon qachon bizga kerak bo'ladi? Qachonki, misol uchun, haligi o'yin yasayotganimizda avtomobil bo'ladi-ku, to'g'rimi? Ana shuni rolini yasaymiz. Ya'ni o'ngga chapga yurgizishimiz uchun telefonda o'yinlarni ko'rgan bo'lsak, o'ngga strelkasi bor, chapga strelkasi bor. Tormoz degan, brake degan rasm ham bor avtomobilni. Endi o'ngga strelkani bosib tursak, telefonimiz ustidan o'ngga burilib ketib qoladi. Yo'nalishni, ya'ni X pozitsiyani yoki direction'ni biroz burib qo'yish kerak bo'ladi. Mana shu jarayonlarda ishlaydi. Ya'ni when the sprite click degan kod blogi. Hop. Bu juda ko'p ishlatiladi. Pianino jarayonida ham, boshqasida ham buni qayta-qayta ishlataveramiz. Hop. Keyingisi mana bu joyda when backdrop switches. Ya'ni qachonki backdrop o'zim istaganiga o'zgarib qolsa degani. Ya'ni backdrop degani bizda mana bu joy sahna. Bu tepasi sahna bo'lsa, kodlarimiz natijasi sahnada ko'rinadi. Endi sahnani ham orqa foni bo'ladi. Mana shu orqa fon bizda backdrop deb ataladi. Bir nechta orqa fon qo'yib olaman. Hop. Misol uchun yil fasllarga moslab qo'yishim kerak. Artga hop, bahorga mos gullar, flowers, yoz, mana ferma, endi kuzga mos navbatda ota-onalar sarg'ayib ketishini kuz qilamiz. Endi backdropni ustiga bosaman, aksivlik bu yoqqa o'tdi, kostyum qismiga o'tib, bularni endi ustiga o'rnatib tashlaman, to'g'ri nomlab chiqaman. Buni nomini qish deyman yoki winter deb yozib qo'ysam bo'ladi. Bu spring, bunisi summer, so'nggisi autumn, kuz. Endi nima qilaman? To'g'ridan-to'g'ri bu jarayonni har 2 sekundda keyingi fon o'tadigan qilishim kerak. Ya'ni 2 sekundda har doim hozir kuz turgan bo'lsa, undan keyin qish kelsin, undan keyin bahor, yoz, kuz, mana shu ketma-ketlik aylanaversin. Endi bunda nima qilaman? Xohlasam buni buyrug'ini orqa fonni o'ziga yozib qo'ysam bo'ladi. Mana men orqa fondaman. Orqa fonda bo'ladigan bo'lsa, motion bo'limi ko'rinmaydi menga. Sabab orqa fonni aylantirib bo'lmaydi. Harakatlantirib bo'lmaydi. Hop. Savollar bo'lsa, yozsangiz bo'ladi. Savollar hali kelmabdi. Unda davom etaveraman. Keyingisi kod yozishga kelgandik.
Bayroqcha bosilganda deyman. Ya'ni qachon amalga oshsin? Bayroqcha bosilganda nima bo'lsin? Har doim, har doim nima bo'lsin? Har doim next backdrop bo'lsin. Next backdrop. Keyingi orqa fon o'zgaraversin. Mana bosadigan bo'lsam, tinimsiz va to'xtovsiz o'ta tezlik bilan aylanadi. Buni sun'iy ravishda sekinlashtirishim kerak. Ya'ni wait qo'shaman. Bu waitni 1 sekund emas, 2 sekund qo'yadigan bo'lsam, 2 sekund mobaynida o'tadi. Bu narsam o'zi menga nimaga kerak deydigan bo'lsangiz, bu narsa mana bu yerdagi bu kod blogini tushuntirish uchun kerak. Hop, endi bu yerdan aytib qo'ysam bo'ladi. Qarang, qachonki orqa fon spring o'tib qoladigan bo'lsa, ya'ni bahorga o'tib qoladigan bo'lsa, yasaydigan dasturim qanday bo'lyapti? Bahor degan so'z chiqarib bersin. Mana bu yerdan spring degan so'z chiqarib bersin. Endi ko'raman. Spring o'tadigan bo'lsa, mana spring degan olmadan so'z kelayapti. Endi xuddi shu narsani duplikat qilaman. Boshqa fasllarga ham moslab chiqaman. Spring, summer, autumn, ya'ni kuz, keyingisi qish, winter. Ketdi mana. Har fasl o'zgarganda, o'ziga mos nomga kelganda, mana bu yerdan shunga oid bo'lgan ma'lumot chiqarib beryapti. Ya'ni, qisqagina qilib takrorlayman. Agar orqa fon, qachonki orqa fon qishga o'tadigan bo'lsa, man shunchaki qish degan so'zni chiqarib bergin dedim xolos. Xohlasam buni yurtsin, aylansin, boshqa qilsin deb rangini o'zgartirsin, o'lchamini kattalashtirsin, kichkinalashtirsin deb buyruq yozib qo'ysam bo'ladi. Bundan keyingi kelayotgan jarayon, ya'ni buni ostidagi jarayon istalgancha davom etaveradi. Ahamiyati yo'q uni. Xo'p. Savollar. Savollar 1, savollar 2, savollar 3. Xo'p. Unda keyingisiga o'taveraman. Menimcha javob kelmadi. Xo'p, bu bo'ldi. Endigi asosiy jiddiy mavzu ovoz tempini aniqlash va broadcastlar. Ya'ni broadcast degani broadcast esimdan chiqib qoldi hozir. Xo'p, mana shu narsalarni tushuntirib beraman. Qarang. Bizda show va hide degan narsa bor. Show va hide. Xo'p, mana shu narsani buyruq sifatida ifodalab ketsam bo'ladi. Ya'ni, qarang. Keyin ovoz balandligini aniqlasak bo'ladi. Sensing bo'limiga o'taman. Loudness degan joyni yoniga bitta yoqib qo'yaman. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda loudnessning miqdori o'zgaryapti har xil. Agar ovozim balandroq bo'ladigan bo'lsa, balandlikka chiqib boraveradi. Qanchalik baland gapirganim sari qiymat ham oshib boradi. Uzoqroqdan gapirsam yoki past gapirsam, ovoz pasayib boraveradi. Bu nimani aniqlayapti? Ovozni baland yoki pastligini aniqlab beryapti. Detsibel miqdorlarni aniqlab beryapti. Hop, navbatdagi tanishib chiqadigan kod blogimiz bizda loudness, ya'ni ovoz balandligi. Ovoz balandligi, ya'ni mana bu yerdagi qiymat agar 10 dan baland bo'ladigan bo'lsa, nima bo'lsin? Qarang. Mana shu yerda sprite'ni yursin deb aytib qo'ysam bo'ladi. Endi bu sprite'ni yurgizish ovozimga bog'liq bo'lgan holatda bo'lib qoladi. Mana har gapirganimda mushugim 10 qadamdan yuraveradi. Har gapirganimda deganim ovoz balandligim 10 dan oshsagina. Endi buni 10 emas, 30 qilib qo'ysam
biroz effektivlik kamroq bo'ladi. Uzoqroqdan gapirsam, mana, 30dan oshmasa, уже qiynalyapti yopishga. Buni 30 emas, yanada qiyinlashtiraman. Hozir odatda holatda gapirsam yurmaydi. Qachonki mana bu yerdagi qiymatni 50 dan oshiradigan bo'lsamgina keyin yuradi. Hop, loudness degani shu. Keyin mana bu yerda ichida timer degani bor. Timerga qo'yib qo'yaman va sensing bo'limidan timerni yoqib qo'yaman mana. Yoqib qo'yadigan bo'lsam, bu nima qilib beradi? Mana shu dastur ishga tushgan paytdan boshlab start bo'ladi va ishga tushgan paytdan boshlab 155 sekund o'tibdi degani. Bayroqchani bosadigan bo'lsam, 0 dan paydo bo'lib qoladi. Hop, buni 5 soniya qilaman. 5 soniyadan keyingina 10 qadam yurgizib beradi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 soniyadan keyin ishlatib beradi. Bu xuddiki delay, ya'ni dastur qachon ishga tushadi, qachonligini farqi yo'q, lekin 5 soniyadan keyin ishga tushsin. Ya'ni qachonligini farqi yo'q degani qaysi hodisaligini farqi yo'q. Faqat 5 soniyadan keyin ishga tushib bersa bo'ldi degani. Bir marta ishlaydi bo'ldi. Sababi 5 soniyadan keyin o'tib ketib bo'lgan narsa qayta bu joyga kelmaydi. Qayta kelishligi uchun 0 dan hisob ketishi uchun bayroqchani bosib qo'yishim kerak. Mana 5 soniyadan keyin уже ishga tushdi boshlaydi. Yurdi shekilli menimcha. Xo'p, davom etamiz. Hop, qo'shilganlar yo'qmi? Tushunarli. Hop, dastur hech kim qo'shilmadi. Bu narsa orqali ko'p narsalar qilsa bo'ladi. Misol uchun tun bilan kunni almashtirish. Qarang, mana bu yerdan men bitta fon olib olaman, kostyum bo'limidan. Backdrop tanlashim kerak. Buni nusxalayman. E'tibor bergan bo'lsangiz yoki bo'lmasam hayotda kuzatgan bo'lsangiz, zamon shunaqangi rivojlanyaptiki, sizni ovozingizga qarab texnikalar moslashyapti. Ya'ni agar shovqin past bo'ladigan bo'lsa, yoki qarsakka qarsak chaladigan bo'lsak, svet yonyapti yoki o'chyapti. Yoki bo'lmasam gapirishingiz shart emas. Hozir bunaqangi svetlar chiqib o'zimizda ham to'lib yotibdi. Ya'ni qanday svetlar? Odam kelishidan oldin qanchadir masofaga yetsa, ana shu radiusni ichiga odam kiradigan bo'lsa, svet o'zi avtomatik yonyapti. Endi radiusidan chiqib ketadigan bo'lsa, svet o'chyapti. Endi shunga o'xshagan biz bitta dastur yasaymiz. Xo'p, qanday bo'ladi? Bu endi ovozimizni baland yoki pastiga qarab kun qilamiz yoki tun qilamiz. Bu qanday bo'ladi? Men yana bitta sprite ochib olishim kerak. Hop, Blue Sky buni tun deyman. Bo'pti, tun deyman. Bunisini kun deyman. Kun. Tunni tunga o'xshatishim kerak. Ya'ni qorong'ulashtirishim kerak. Buni bu yoqqa olib kelaman va pastdan biroz surib qo'yaman. Va bo'yab qo'yaman. Tunga o'xshadi. Yanada qorong'ulashtirsam bo'ladi. Va bu yerdan men quyosh olib olishim kerak. Sun. Hop. Endi buni nusxasini yasayman. Buni otini quyosh emas, oy deyman. Kostyum bo'limiga o'tib turib, buni oyda rangi bo'yayman. Hozir bo'yab qo'yadigan bo'lsam, orqa fon bilan bitta bo'lib ketadi, ko'rinmaydi. Shuning uchun buni biroz ochroq qo'ysam ham bo'laveradi. Yoki boshqacharoq. Hop, oppoq qo'ysamchi. Mana, oyga o'xshadi xullas. Hop, mana shu spraytim. Keyingi tanishib chiqadigan kod blogimiz, mana buni tushuntirdim. Keyingisi bizda broadcastlar. Bu broadcast nima degani?
Broadcast xabar ular bilan ishlash. Ya'ni bir spraytda turib, boshqa spraytga biz buyruq bera olamiz. Ya'ni qanday ma'noda? Misol uchun mana bu yerda 10 ta yoki 10 taga emas, bittadan ortiq sprayt bo'ladigan bo'lsa, mana shu spraytlarga buyruq bera olamiz. Ya'ni sinfxonada bo'ladigan bo'lsak, ustoz umumiy gap aytishi mumkin yoki xos gap aytishi mumkin, o'quvchiga xos bo'lgan gap. Hop, falonchi o'rningizdan turing degan bo'lsa, ana shu falonchi odam o'rnidan turadi. Yoki bo'lmasam ismini zikr qilmasdan o'rningizdan turing deb noaniq gap aytadigan bo'lsa ustoz, hamma bola o'ylanib qoladi. Yo hamma birdaniga turadi yoki tushunmaganga o'xshab bir-biriga tikilib qarab o'tirishaveradi. Hop, broadkastlar ham xuddi shunday. Ya'ni broadkast orqali biz yangi xabar jo'natamiz. Endi mana shu xabarni nomini o'zimiz istaganimizcha nomlab qo'yamiz. Xabarni mavzusi. Misol uchun, oy, bu yoqqa yozib qo'yay. Oy yashirin deb yozib qo'ysam bo'ladi. Hop, shunchaki xabar tarqatdim xolos men. Buni ustiga bitta bosadigan bo'lsam, oy yashirin degan xabar shunchaki ketdi. Shunchaki ketdi. Endi qarang, yana bitta variant bor. Boyagi aytgan jarayonda, ya'ni sinfxonasida agar ustoz turing, ya'ni qanday ma'noda, hoy o'quvchi siz turing deydigan bo'lsa, hoy o'quvchi degan so'z mujmal bo'lib turibdi. Ya'ni hoy o'quvchi degani aniq ismi zikr qilinmaganligi uchun hamma bir-biriga qarab ikkilanib turadi. Kim aytyapti deb yo turishadi hammasi birdaniga yoki bo'lmasam bir-biriga tushunmagancha qaraydi. Endi mana shu jarayonda ustoz oldindan aytib ketgan bo'lsam, hoy o'quvchi turing deganimda, Abdulloh siz o'rningizdan turishingiz kerak deb aytib qo'yadigan bo'lsa, shu vaziyatda Abdulloh o'rnidan turadi. Ya'ni aynan Abdullohni o'zini belgilab turib, uni ichiga dastur yozyapman. Hop, endi mana shu yerdan turib aytishim mumkin. Hop, Minbaruzov. Man bu hodisani mana bu yerdagi ovozga tenglashtirsam bo'ladi. Yoki buni qiyin 60 dan chiqishi biroz mushkulroq. Agar ovoz balandligim 60 dan oshadigan bo'lsa, oy yashirin degan buyruq ketyapti. Endi quyoshga o'tib turib, qarang. Ana shu Abdulloh nima qiladi? Agar qulog'iga hoy bola siz turing degan xabar keladigan bo'lsa, ustoz bu Abdullohga ta'kidlaganku, agar shunday deydigan bo'lsam sen turasan deb. Agar shunday xabarni qabul qiladigan bo'lsa, ya'ni mana bu kod blogimiz. Qachonki oy yashirin degan so'zni eshitadigan bo'lsa, bu nima bo'lsin? Bu yashirini bosim. Davom etamiz. Buni ko'rsatib qo'yaman. Agar shovqin mana bu yerda 60 dan o'tadigan bo'lsa, xabar tarqatyapti. Oy yashirin degan. Endi mana shu xabarni quyosh eshitadigan bo'lsa, 60 dan ovozni o'tkazadigan bo'lsa, mana quyosh yashirinib qolyapti. Mana bu yerda noto'g'ri ketib qolibdi. Oy emas, quyosh yashirin bo'lishi kerak. Quyosh yashirin deyman. Ana. Endi bu yoqqa ham quyosh yashirin degan messenjni jo'natishimiz kerak. Agar quyosh yashirin degan so'z xabar tarqaydigan bo'lsa, quyosh yashirinib oladi. Mana. Quyosh yashirinib oldi. Endi bu yo'ldan turib agar ovoz 10 dan katta bo'ladigan bo'lsa, 20 dan katta bo'ladigan bo'lsa nima bo'lsin? Bu ko'rinishi kerak. Bu ko'rinishi kerak.
Bu joydan shov qilaman. Mana 20 dan katta bo'lyaptimi? O'zi ko'rinyapti. 60 dan katta bo'lsa, quyosh yashirinib oladi. Endi 20 dan katta bo'ldimi? Ya'ni 20 dan katta va 60 dan kichik. Mana shu oralig'da quyosh ko'rinadi, lekin 20 dan katta bo'lsa, quyosh yashirinib oladi. Va ko'rsatganimizdan keyin man bitta xabarnoma tarqatishim kerak. Ya'ni oy yashirin degan. Ya'ni bir paytda oy ham, quyosh ham chiqishi mumkin, lekin bizni o'yinimizda unday emas. Quyosh ko'rinsa, oy yashirinishi kerak. Oy ko'rinsa, quyosh yashirinishi kerak. Endi bu joydan turib, quyosh emas, oy yashirin deb yozib qo'yishim kerak bo'ladi. Oy yashirin deb yozaman. Ha. Endi oyga o'tamanda, oy yashirin degan so'zni qabul qiladigan bo'lsa, oyda nima qilib qo'yamiz? Berkitib qo'yamiz. Mana quyosh ko'ringanda, hop, mana bu yerdan shu qilib qo'yishim kerak. Quyosh ko'ringanda oy yashirinadi, oy ko'ringanda quyosh yashirinadi. Endi orqa fonni ham shunga moslab qo'yaman. Endi bunga kod yozaman. Qarang. Bu joydan agar mana shu mesajni qabul qilib oladigan bo'lsam, agar ya'ni oy yashirin degandan keyin oy yashirinadi, quyosh chiqadi o'z navbatida, to'g'rimi? Hop, bizda kostyum bor edi, switch back to. Agar quyosh chiqadi, quyosh chiqsa kun degan. Oy yashirin degan so'zni qabul qilsa kun bo'ladi. Endi oy yashirin emas, quyosh yashirin bo'lsa, quyosh yashiringandan keyin, berkingandan keyin oy chiqadi. Oy chiqsa, bizda tashqarimiz tun bo'ladi. Mana 60 dan baland gapirsam, kechki payt tushyapti. Pastroq gapirsam, quyosh chiqyapti va kun bo'lyapti. Hop, mana shu bugun tushuntirib o'tmoqchi bo'lgan narsalar shu. Va eng so'nggisi mana bu broadcast and wait. Buni boshqa misollar bilan tushuntirib beraman. Bilishimiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa bu, ya'ni messenjerlar bilan ishlash, xabarlar bilan ishlash va ovozni baland yoki pastligini aniqlash. Hop, bu unchalik qiyin emas, lekin tushunishimiz kerak bo'lgan narsa bu. Bu joydan yangi xabar tarqatadi. Bu yerda ustiga bosadigan bo'lsak, new message degan so'zni ustiga bossak, yangi mesaj hosil qilib beradi. Farqi yo'q. Bitta xabar tarqatdikmi, hamma spreadga, hattoki orqa fongacha yetib boradi bu xabar. Endi mana bu when I receive orqali ana shu tarqatilgan bir nechta xabarnomalar bo'lishi mumkin. Mana shu xabarnomalarning ichida mana bir nechta quyosh yashirin, oy yashirin degan o'zimiz sizga kerakligini tanlab olamiz. Tanlab olgandan keyin nima bo'lsin? Mana shu xabarni eshitadigan bo'lsa, o'rnidan tursinmi, yursinmi, aylansinmi, o'lchami kattalashsinmi, rangi o'zgarsinmi, farqi yo'q, qo'yib qo'yaveramiz. Xo'p. Shunday. Keyingi narsani tushuntirishim uchun men boshqa ochib olishim kerak bo'ladi. Create qilaman. Qarang. Bizda dialog jarayoni yasaymiz. Ya'ni ayiq. Buni bir chekkaga olaman. Razmerini ham farqliroq kichiktirib qo'yaveraman. Kostyum qismiga o'tib, buni aksini qo'yib qo'yishim kerak. Teskari qarab turgan. Va bitta qog'oz qo'yaman. O'rmon. Ikkalasi o'rmonda ko'rishib qoldi. Xo'p, endi beshikcha gap boshlayapti. Bayroqcha bosilganda gap boshlayapti. Nima bo'lsin? Xabar tarqatsin. Salom, ayiq, voy. Hop. Endi ayiq nima qilish kerak? Javob qaytarish kerak. Salom, mushuk, voy deb. Bunga o'taman. Buni olaman. Bayroqcha bosilganda. Hop. Nima bo'ldi? Qotib qoldi.
Hop, 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 hop. Bitta boshqatdan tushirib olamiz. Nima qiladi deyman. Hop. Dialog jarayonini yasayotgandik. O'tiramanmi? Haliyam ochilmabdi mana bu. Buni nusxasini olib qo'yaveraman. Aynan qayoq bo'lishi kerak ekan. Casting bo'limiga o'taman. Buni teskari qarata olish kerak. Ya'ni ikkalasi gaplashib ketayotgan bo'lishi kerak. O'g'ilmon, mushuk gap ochishni boshladi. Ya'ni bayroqcha bosilganda salomlashish kerak. Salom, ayiq, voy. Endi bunga ham salom, mushuk voy deyishim kerak. Mushuk voy. Hop, bayroqcha bosilganda deyman. Senga ham salom, mushuk voy. Endi bu qanday bo'ladi tartibi? Bu birinchi salom beradi, ikkinchi bu salom beradi. Endi bayroqchani bitta bosadigan bo'lsam, ikkalasi birdaniga salomlashyapti. Muammo shuki, ikkalasi bir paytda emas, biri gapirishni kutib bo'lgandan keyin gapirish kerak. Misol uchun, birinchi bo'lib mushuk salomlashni boshladimi, ayiq ungacha jim turishi kerak. Xuddiki sherigingiz bilan, do'stingiz bilan gaplashayotganda, ikkovingiz ham bitta vaqtda gapirsangiz g'alati bo'lib qoladi-ku, xuddi shunga o'xshagan narsa. Qachonki sizdan sherigingiz savol so'rayotganda yoki murojaat qilayotganda, oshxonaga boramizmi yoki bo'lmasam kutubxonaga boramizmi, muzeyga boramizmi degan paytda siz indamay turasiz, to'g'rimi? Xuddi shu narsani qilishligimiz kerak. Endi qarang. Bizda broadcast and wait degani bor. Bu narsani mana bu mushukka jo'natishim kerak. Endi broadcast and wait bu nima degani? Xabarni jo'natadi, uni ostidan, ya'ni nimadir xabar yozadigan bo'lsam, nima qilamiz yoki qayerga boramiz deb yozadigan bo'lsam, asl muammoni yana bitta yechimini ko'rsatib beraman. Buni o'rniga broadcastni o'zini ishlataman. Qarang. Hop. Mushuk gapiryapti deyman. Mushuk gapiryapti. Endi bayroqchani bosaman, ikkalasi bir paytda gapiradi. Endi qayerga boramiz degandan keyin bu ham o'z navbatida javob aytishi kerak. Hop. Ayiqqa o'tib olib turib, nima deshim kerak? Mana shu mesajni tutib olishim kerak. Qaysi mesaj? Mushuk bo'lib qolibdi. Xato yozib qo'yman. Buni gapirib bo'lgandan keyin otvet qaytarish kerak. Salom ayiqvoy. Senga ham salom mushukvoy. Qayerga boramiz? Ikkalasi bir paytda gapirib oladi. Ya'ni bu yerda jarayon shunday bo'lyaptiki, tepadan kodlar bilsak o'qib keladi. Birinchi bu qator, ikkinchi, uchinchi bu qator, to'rtinchi bu qator. Xabarni jo'natyapti, lekin gapirib bo'lishni kutmasdan srazu pastdagi qator ishlab ketyapti. Mana shu muammo shu. Ya'ni bu kutib turish kerak. Nimani kutib turish kerak? Ayiq javob qaytarib bo'lishni kutib turish kerak. Endi bu vaziyatni to'g'irlash uchun biz broadcastni o'zida emas, broadcast and waitni qo'yamiz. Mushuk gapiryapti. Endi buni ko'radigan bo'lsak, mana bayroqchani bosaman. Salom ayiqvoy. Qayerga boramiz? Hop, endi bu yoqdan mesajni to'g'irlab qo'yishim kerak. Mushuk gapiryapti, ketdik. Salom ayiqvoy. Senga ham salom mushukvoy. Qayerga boramiz?
xuddi shu ketma-ketlikda davom etishi kerak. Endi bu ketma-ketlikni bizga broadcast and wait ta'minlab beradi. Hop, manimcha, events bo'limi to'la-to'kis o'z nihoyasiga yetdi. Savollar bo'ladigan bo'lsa, izoh qismida yana bemalol so'rasangizlar bo'ladi. Bu jarayon orqali aynan mana shu kod bloklar yordamida biz birmuncha murakkablikdagi o'yin yoki animatsiya yoki ko'rinishlarni bemalol yasay olamiz. Hammaga rahmat, ishtirok uchun kattakon rahmat.